hozirgi kunda ko'pchilik insonlarni qiynagan, ayniqsa yosh bolalarda ko'plab kuzatilayotgan ORV virusi haqida suhbatlashamiz. ORV virusi bu yuqori nafas yo'llarining o'tkir respirator virusli kasalligi hisoblanadi. Odatda bu kasallik chaqaloqlarda, yosh bolalarda ko'proq kuzatiladi. Chunki immun sistemasi zaif bo'lgan insonlar bu kasallikka tez chalinadi. Bu kasallikni keltirib chiqaruvchi turli-tuman infeksiyalar bor. Koronavirus, nafas yo'llarining gripp infeksiyalari, renoviruslar kabi turli-tuman infeksiyalar bu kasallikning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu holat asosan yuqori nafas yo'llarining yallig'lanishi, turli-tuman belgilar, isitma kabi holatlarda kuzatiladi. Nafas olgandagi qiyinchiliklar bilan kechadi. Odatda bolalarda isitma 38-39 graduslar atrofida bo'ladi. 7 kundan 14 kungacha bu kasallikning davom etish muddati hisoblanadi. Bu holatdan ehtiyot bo'lish uchun avvalo immunitetni ko'taruvchi to'g'ri ovqatlanishga e'tibor bering. Turli-tuman ob-havo sharoitlarida, ayniqsa sovuq havo oqimlaridan, sovuq oziq-ovqat mahsulotlaridan ehtiyot bo'ling. Bu kasallikni qo'zg'atuvchi omillar asosan sovuq ob-havo bilan bo'lgan kontakt hisoblanadi. Farzandingizda bu kasallikda ehtiyot qilish yoki bu kasallikdan tezroq tuzalish uchun avvalo suyuqlik ovqatlarni ko'proq iste'mol qiling. Vitaminga boy bo'lgan ko'katlar, mevalarga e'tibor bering va badan tarbiya mashqlarini bajarishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting. Podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang. Bundan-da qiziqarli ma'lumotlarni sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring.